Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda to'rttalik komplektimiz tayyor bo'ldi. Yurashdan bitta qisartirib qo'ysizlar, biz obzorlarimizni boshladik. Komplektimiz 14 dona stulidan va 1 dona stulidan iborat. Stullarimiz materiali MDFdan, uzunligi 3.40 ila 1.20 bo'ldi. Stolimizning oyoqlari tumbalik va bitta kichkina noshkali qilib tayyorlab berildi. So'ng oldi ko'rinishga shunaqa chiroyli gullar bilan bezak qilib, stolning chekkalariga arg'amchi gullar bilan fonga aylantirib bezab tayyorlab berildi. Xudo xolasa. Komplektimiz stul yukilamiz. Stullarimizni materiali 95% chinor, 5% yong'oq bor. Stulimizni ko'rinishi 3 atrigulli planka deyiladi. Hop. Stulimizning gulliga shampanskiy kraska sepildi va lata materiali zarli materialdan kombinatsiya qilib tayyorlab berildi. Komplektimizni narxi 7 million so'mga tayyorlab berildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, video ostida nomerlarimiz bor. Biz bilan bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilishingiz va ma'lumot olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.